Hakam ajoyib gol va bilasizmi kim? Eng faollardan biri Ismoilov. Boshladi Farg'ona, boshladi Neftchi. Chaldi. Neftchi chempion. Neftchi nihoyat yana chempionlik taxtiga qaytdi. 2025-yilning 22-noyabr kuni Farg'onadagi Istiqlol stadionida Navoiyning Qizilqum jamoasini qabul qilib g'alabani rasmiylashtirgan mezbonlar Superliganing navbatdagi mavsumi tugashiga bir tur qolganida muddatidan avval chempionlik masalasini hal qilishdi. Assalomu alaykum. Bugun shu chempionlik yo'li haqida hikoya qilmoqchimiz. Mazkur chempionlikni Neftchi muxlislari oz emas, ko'p emas, naqd 24 yil kutishlariga to'g'ri keldi. Bu vaqt ichida jamoa chempionatimizning shunchaki o'rta meyonalardan biriga aylanib qolgandi. Hatto orada Pro Ligaga tushib ketgan paytlari ham bo'ldi. Vaholanki 2025-yilga qadar Neftchi 5 marta O'zbekiston chempionligini qo'lga kiritgan va bir paytlar chindan ham yurtimizning eng kuchli jamoalaridan biri sanalardi. Har holda 5 karra chempionlik o'z-o'zidan bo'lib qolmagan. So'nggi bor esa klub O'zbekiston chempionatining 2001-yilgi mavsumida muvaffaqiyatga erishgandi. Keyingi yillarda ulg'aygan avlod Neftchining shonli davri haqida tasavvurga ega emasdir, ammo futbolda katta tajribasi bor ishqibozlar so'zimizni tasdiqlashlariga ishonamiz. Neftchi darhaqiqat chempionatimizning eng qudratli vakillaridan biri edi. Biz esa ko'rsatuv boshida o'sha paytlarni, xususan 2001-yilgi chempionlikni eslab, nisbatan kichikroq yoshdagi muxlislarning Neftchi haqidagi tasavvurlarini boyitishga harakat qilamiz. Bu jamoa katta jamoa edi, birinchidan. Ikkinchidan 2001-yil biz, ayniqsa men bir marta chempion bo'lganman, O'zbekiston bo'yicha. O'sha uchun u paytda eslash juda biz uchun masalan xursandchilik. Bunaqa trener bilan, bunaqa futbolistlar bilan orzuga yetganmiz. Biz esimda bo'lsa 2 tur oldinmi yo 3 tur oldin biz chempion bo'lganmiz. Uni esimda. Endi Neftchi har bir Farg'onada yashayotgan bolaga bu orzu, havas qiladigan jamoa edi. Yoshlikdan o'zi katta bo'lardi. Farg'onada tug'ilib o'sayotganimda har doim avtobusini ko'rardi yoki o'yinlariga borardi. Har doim endi Neftchi paytda gegemonlardan bittasi bo'lgan. Neftchi har bir o'sha paytda nafaqat Farg'ona deb bilaman. Menimcha butun O'zbekistonda har biri Neftchi jamoasida o'ynashni xohlardi, chunki Neftchining obro'yi ham, yutuqlari ham shunga yarasha edi. Biz uchun orzu edi va orzumizga erishdik o'sha paytda. To'g'risini aytaman, u paytda Neftchi jamoasi mamlakat terma jamoa desa ham bo'lardi. Bunda jamoani o'zi har bitta chiziqda yulduz futbolchilar bor edi. Bunda tasavvur qilish ham qiyin edi. Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan Neftchi jamoasiga taklif qilyapti degan so'zni eshitib, o'zim ham xursand bo'lib ketganman. To'g'ri, Nasafda ham endi oyoqqa turayotgandi, lekin bu jamoadan Yuri Vazgenich shaxsan o'zi taklif qilgandan keyin Farg'onaga jamoasiga kelib qo'shildim. To'g'risi o'zimda ham hayajon bo'lgandi, chunki bu futbolchilar qo'shilib ketib, bular bilan raqobat qilib futbol o'ynab keta olarkanmanmi deb o'zimga ham o'zim savol berganman. Lekin Xudoga shukr, hammasi yaxshi bo'lib, shu jamoaga qo'shilib ketib, futbolchilar bilan tez til topishib, shu Neftchi jamoasida shu faoliyatimni asosiy qismini o'tkazdim va shu yerda Farg'onada qolib ketdim desam ham bo'ladi. Dunyoda har bir milliy chempionatda rivojlanish pallasida
muhim bo'lgan 2-3 jamoalar bo'ladi. Misol uchun Italiya seriyasida doimo 4 ta jamoa e'tirof etiladi va ularni qo'shgan hissasini ulushi boshqalarga qaraganda ko'proqligi aytiladi. Bizda o'sha aynan mustaqillikni qo'lga kiritgan paytimizda Paxtakor terma jamoa maqomidagi jamoa bo'lib turib O'zbekiston chempionatiga qo'shilgan va o'sha paytda Neftchi nafaqat Paxtakor bilan teng daraja hosil qilgan, balki uzoq yillar, adashmasam shu 10-12 yillar davomida ko'proq ulushi bor jamoaga aylangan. Chunki Neftchi sobiq ittifoq chempionatida Oliy ligada o'ynamagan, pastki ligalarda o'ynagan, lekin Paxtakordan keyingi darajada bo'lgan. O'zbekiston chempionati boshlangan paytda birdan bayroqdorga aylangan. O'sha paytda misol uchun terma jamoa maqomida bo'lib turib sekin-sekin milliy chempionatga tushgan Paxtakorga yillar davomida asosan Neftchi raqobatchilik qilgan. To'g'ri, Navbahor ham qo'shilgan, Nurafshon bo'lgan u tomonda, lekin Neftchining aynan chempionlik kurashida ko'proq qatnashganligi bu bor gap. Juda kuchli edi. 90-yillar paytida Neftchi haybatli, uslubiga qaraydigan bo'lsak, bir alohida uslubi yo'q. Futbolchilari nisbatan boshqalarga qaraganda qattiqroq, shiddatliroq o'ynaydi va terma jamoaga ham Neftchi juda ko'p futbolchilarni taqdim etgan. Endi hozirgi avlod u qadar bilmasligi mumkin, uzoq yil bo'lib ketdi. 24 yildan keyin chempion bo'layotgan jamoani bilmaslikka ham haqqi bor. Lekin buni qiyosini oladigan bo'lsak, Yevropa futbolida Milan yaqinda chempionlikni qo'lga kiritdi va yosh avlod Milan ota-bobolarimizdan eshitganmiz, yaxshi jamoa bo'lgan bo'lsa kerak, zo'r deyishdi, lekin eski Milanni ko'rgan muxlislar bu Milanning uzoq yillardan keyin titulni qo'lga kiritishini boshqacha qabul qildi. Neftchining ham chempionligi nisbatan o'sha darajaga o'xshaydi. Neftchi o'zbek futbolida ilk mana shu bazasi bilan, o'zining tarbiyalanuvchilari bilan va vodiy futboldan juda ko'pchilikni o'ziga qabul qilishi bilan dong taratgan. Nafaqat o'zbek futbolining bayroqdori, balki umuman vodiy futbolida Andijonda bo'ladi, Namanganda bo'ladi, bir iqtidorli yigit chiqadigan bo'lsa, u beixtiyor Neftchini tanlagan, Neftchiga borgan, Neftchining imtihonlaridan o'tadigan bo'lsa, keyinchalik Sarkisyanning asosiy futbolchilariga aylangan. Hattoki vohadan kelgan ko'pgina yulduzlarni ham bilamiz, go'yoki farg'onalik bo'lib ketgandek. Ya'ni kattaroq avlod, Neftchini haybatli o'yinlarni ko'rgan avlod, chempionligini ko'rgan avlod uchun bu butunlay boshqacha g'alaba bo'ldi. 2001-yilgi mavsumda O'zbekiston chempionatida 18 ta jamoa ishtirok etgan bo'lib, har biri 34 tadan uchrashuvlar o'tkazgan. Farg'onaliklar o'sha mavsum 34 ta o'yindan 27 tasida g'alaba, 3 tasida esa durang natija qayd etishdi. 4 ta bahsda raqiblarga imkoniyat boy berildi. Chempionlik masalasi mavsum tugashiga 3 ta tur qolganida hal bo'ldi. 2001-yilning 9-noyabr kuni o'z uyida 12 ming muxlis qarshisida do'stlikni qabul qilib 2-0 hisobida g'alaba qozongan klubning chempionat yakuniga qadar birinchi o'rinni hech kimga berib qo'ymasligi ma'lum bo'ldi. Do'stlikni yengib chempionlikni qo'lga kiritishning o'ziga yarasha gashti bor edi. Boisi hozirga kelib yo'q bo'lib ketgan o'sha do'stlik 2 yildan beri chempionlikni hech kimga bermay kelayotgandi. Boshqacha qilib aytganda, Neftchi so'nggi 2 mavsum chempionini shohsupadan tushirib, o'zi taxtga ko'tarilgandi. Tabiiyki, mavsum davomida namoyish etgan o'yinlari hamda qayd etgan natijalariga yarasha jamoaga nisbatan e'tibor ham juda yuqori darajada edi. Esimizda bor, biz Paxtakor keladimi, Liga chempioni ishonasizmi, 4 soat oldin уже muxlislar o'tiradi. Biz hali bazada edik, biz obed qilardik, masalan, o'yinga tayyorgarlik, ular 4 soat oldin o'sha yerda o'tirishardi, kutib shu o'yinda. O'sha o'yindan keyin o'sha Daroda o'sha больницаga olib ketishgan, kasalxona shifoxonaga va kechasi sразу o'sha jarrohlik amaliyotini boshimdan o'tkazishim kerak edi. Ishonasizmi, shu o'yindan keyin muxlislar oqimi shu operatsiyaga kirib ketgunimcha to'xtamadi-da. O'shanda bilganman, haqiqatan Farg'onada shu muxlislar shunchalik nima deydi haligi futbol o'ynab ozgina bo'lsa ham men ularning mehrini qozongan ekanman. O'zim ichimdan xursand bo'lib ketganman. O'shanda ko'p muxlislar kelib duo qilishib, Anvarjon, xudo xolasa hali maydonga qaytasiz, bu oyog'ingiz bundan ham yaxshi bo'lib ketadi deyishganda, bir to'g'risi ishonmasdan ularni eshitardim. Jarohatni yaxshi davolab
maydonga qaytganimdan keyin o'sha aytgan gaplarni eslayman. Chunki bu o'sha singan oyog'im bilan bemalol to'pni nima deydi, haligi o'yinni oldiga lozim mashq qilmasdan tepib olaman, lekin yaxshi oyog'im bilan unaqa qila olmasdim. Demak, ular deyman chin ko'ngildan duo qilishgan ekan. Mana shunaqa bo'ldi, bir ajoyib narsa. Buni ham hech qachon esdan chiqarmayman. Asli Qashqadaryoning Kosonidan bo'lgan Anvar Berdiyev Neftchida shuhrat topdi, farg'onaliklarning afsonalaridan biriga aylandi. O'zbekiston chempionatlari tarixida u eng ko'p gol urgan rekordsmen hisoblanadi. Berdiyevning hisobida chempionatimizda urilgan oz emas, ko'p emas, naqd 225 ta gol bor va ularning aksarini Neftchi tarkibida o'ynab yurgan paytlarda rasmiylashtirgan. Hozirgacha bu rekord qayta yangilanmay kelyapti hamda yaqin yillar ichida yangilanmasa ham kerak. Biroq shuncha gollari bor bo'lgan hujumchi faoliyatida bor yo'g'i bir marta O'zbekiston chempionligiga erishgan. U ham bo'lsa o'sha 2001-yilga to'g'ri keladi. Bugungi kunda yurtimizdagi eng ko'zga ko'ringan mutaxassislardan biri esa bu Timur Kapadze. Uning hisobida O'zbekiston chempionatlarining 12 ta oltin medali bor. Shulardan 6 tasi Paxtakor, 3 tasi Bunyodkor va 2 tasi Lokomotiv tarkibida qo'lga kiritilgan. Neftchi bilan esa bor yo'g'i bir marta mamlakat chempionatida zafar quchgan. Biroq bu chempionlik uning faoliyatida alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan Neftchidagisi professional faoliyatida eng birinchisi sanaladi. Umuman olganda shu klub orqali u O'zbekiston chempionatining elitasida debyutini nishonlagan. Kapadzeni barchamiz o'z davrining futbolimizdagi eng kuchli yarim himoyachilardan biri sifatida eslaymiz, lekin faoliyatining boshida, xususan Neftchida u hujumda o'ynardi. Endi birinchidan men uchun bu Neftchi jamoasida 4-chi chempionlik edi. Chunki endi biz undan oldin 98, 99, 2000-yil ko'proq dublda o'ynagan uchun birinchi o'rin olganmiz, oltin medal olardi. Yilning oxirida Neftchi ikkini olgani uchun kumush medalni berardi. Har yil oxirida bari o'sha taqdirlash marosimi bo'lardi. Biz endi yoshlar oltin medal, kichkina oltin medal taqardik. Kattalarimiz kumush medalni taqardi. Mana shunaqa bo'lardi jarayon. Lekin 2001 undan oldin ham o'zi zaxirada o'tirardim, qaysidir bir 5-10 minutga balki maydonga tushardim, lekin 2001da ko'proq zaxirada o'tirib, ko'proq qaysidir asosiy o'yinlarda ham chiqqan joyim bor. Zaxiradan ko'p qo'shilardim. 2001da xudoga shukr, ozmi ko'pmi qanaqadir hissa qo'shgandirman. Chempion bo'ldik va juda xursand bo'ldik. O'sha yili как bizda Paxtakor bilan prinsipialniy o'yinlarda, Paxtakor bilan o'sha birinchi o'ringa kurashlardi va biz o'shanda uydagi o'yinda Paxtakorga 2 ta gol urganman. O'sha g'alabaga muhim qanaqadir rol o'ynaganman, hissani qo'shganman. Chunki endi Paxtakorga gol urganim bu menimcha zo'r bo'lgan men uchun ham. Endi albatta qiyin edi, chunki konkurensiya katta edi Neftchida. Даже o'sha 2001da olsak ham Umid Isaqov, Anvar Berdiyev, Pisirov, Sergeyniy, Rustam aka Durmonov 5-6 har doim Neftchida o'zi har doim 5-6 to'p hujumchilar bo'lardi. Biz uchun ham bu katta maktab bo'lgan, o'rganish uchun shunaqa o'sha futbolchilar bilan bitta jamoada shug'ullanish, ular bilan chunki o'yin o'z yo'lida, lekin mashg'ulot har doim birga to'qnashib kelardik, birga harakat qilardik. O'shaning uchun ulardan ko'p narsa o'rganganmiz. Birinchi qadam, birinchi yurishim o'zi Neftchida maktabi menga yo'limni ochgan. Yaxshi futbol jamoasining shakllanishi uchun birinchi galda barqarorlik bo'lishi shart. Faqat shundagina klub tarkibidagi futbolchilar ortiqcha narsalar haqida bosh qotirmasdan xayollarini o'yinning o'zi bilan band qilishadi, yuksak marralarga yetib o'zlarini ham, muxlislarning ham ko'ngillarini quvonchga to'ldirish borasida o'ylashadi. Asrimiz boshidagi Neftchida esa bu narsa bor edi. Kelardik, triumf qilardik. Stabilnost bordi bizda. Qanaqa stabilnost? Oyligimiz 5-da, premiya bordi, bo'ldi. Stabilni o'sha aytardik. Boshqa triumf qilardik, o'ynardik. Boshqa hech narsa unaqa xayolda yo'q edi. Voy, unaqa nima qilish kerak? Biz aytayapman, faqat kelardik, triumf qilardik, futbol o'ynardik. Ko'proq Liga chempionatini kutardik. Osiyo Liga chempionati o'ynasak, muxlislar xursand bo'lsin deb.
Lekin 2001-yilgi mavsumdan keyin Neftchi ketma-ket 3 yil davomida chempionlik poygasida Paxtakorga imkoniyatni boy berdi. 2005-yil esa hatto kuchli uchlikka ham kira olmay 5-o'rin bilan cheklanishga to'g'ri keldi. 2006 hamda 2008-yilgi mavsumlarda jamoa yana sovrindorlar qatorida bo'ldi. Jumladan 2006-yil kumush, 2008-yil bronza medallariga ega chiqdi. Biroq shundan keyin Neftchi uchun sekin-asta pasayish davri boshlandi. Natijalar quvonarli bo'lmagandan keyin tom ma'noda e'tibor pasaydi. Stadionda muxlislar ham kamnamo bo'lib qolishdi. Boshqa jamoalar ham kuchayishni boshladi. Mana biz aytayotgandek, yani Paxtakor so'zsiz mana bunyodkor tashkil topdi. Sekin-asta Nasaf ham oyoqqa turishni boshladi. Neftchiga o'sha siz aytayotgandek taniqli futbolchilar kelish kamaydi. To'g'risini tan olish kerak. Kuchimiz narigi o'sha Paxtakor, bunyodkorlar bilan o'sha kurash qiyinroqdek tuyulishni boshladi. Shu darajamizda ham o'sha Paxtakor, bunyodkorga qarshi oxirigacha harakat qilardik. Nima deydi? Shu chempionlik yo'lida ular bilan talashishga. Muxlis jamoa yaxshi o'ynab turgan payt qo'llab-quvvatlab turadi. Xohlaymizmi yo'qmi, agar mabodo jamoaning o'yini chiqmasa, baribir o'sha muxlislar kamayishni boshlaydi. Chunki hamma asosan yana Farg'onada o'sha o'rganib qolgan bizdan oldingi futbolchilar juda ajoyib 4 karra chempion bo'lgan. Xohlaymizmi yo'q, bu narsa baribir ular o'zlaridan yaxshi nom qoldirib ketgani uchun bizni ham o'yinimizga kelib shu narsani kutardi. Lekin afsuski, agar jamoa masalan o'sha pasayish bo'lganda biz o'zimiz ham o'yindan chiqishdan oldin shu o'yingohga chiqib qarasak, muxlis kamaysa, ichimizdan sezardik. Demak, bizda ham hammasi joyida emasligini sezardik. Ammo bitta narsani uqtirardik, hamma vaqt futbolchi o'zimiz ham chiqib aytsak, faqat o'zimizning qo'limizda. Agar biz yana o'ynab chiroyli g'alabalar qilsak, albatta muxlis qaytadi deb harakat qilardik. Futbolda shunaqa narsa bor ekan, hamma vaqt nima deydi? Yuqori darajada turish qiyin ekan. Masalan, endi futbol ichida ko'p shu uzoq yillar yurganim uchun bu narsani bildim. Xohlaymizmi yo'qmi, pasayish, ko'tarilish bo'lar ekan. Lekin o'sha pasayganda ham jamoani asosan jonkuyar muxlislari jamoa bilan birga edi. Men o'zim shaxsan bilaman, shu 2013-yilgacha shu Neftchida to'p surgan bo'lsam, men har doim ularni shu daldasini his qilib turganman. Esimda biz vyuzdga chiqsak yutqizardik. Bilamiz nimaga shu borardik, bironta komanda bilan o'ynayib yutqizib kelardik. Lekin uyda hammani yutardik. Balki ana almashuv bo'ldi, masalan, yoshlar. Masalan, biz paytda yoshlar borardik, kattalarni ko'rardik-da, masalan, qanday qilib triumf qiladi. Balkim shunaqa ham bo'lgandir, balkim pul masalasi ham bo'lgandir. E'tibor ham pasaygan. Chunki nimaga ko'ryaptiki, Neftchi bo'lmayapti, tepaga chiqa olmayapti. Balkim shunga ham internet ham qolib ketgan o'sha payt. Yoshlar уже o'sishni to'xtatgan. 2018-yilgi mavsum esa tamomila muvaffaqiyatsiz chiqdi. Jamoa chempionatda so'nggi o'rinni band etib, Pro Ligaga tushib ketdi. Achinarlisi, bir paytlar 5 karra O'zbekiston chempioni bo'lgan Neftchi Pro Ligada 3 mavsumga qolib ketdi. Bu davr esa alam bilan eslanadi. Neftchini Super Ligadan, shu Oliy Ligadan tushib ketganini ichimdan alam qilgan, to'g'risi. Ishonasizmi yo'qmi? Shu bunyodkorga borgandan keyin har bir turdan keyin shu o'zimiz o'yinimiz tugagandan keyin birinchi navbatda Neftchi qanaqa o'ynadi deb Neftchini so'rardim, to'g'risi. Chunki umrim futbolchilik umrida eng yaxshi onlarini, lahzalarini Farg'onada o'tkazdim desam bo'ladi. Nasafda boshlab Farg'onada o'tkazdim. Har o'yindan keyin so'rardim, Neftchi qanaqa o'ynadi, Neftchi qanaqa o'ynadi, yutqizdi desa ishonasizmi? Masalan, bunyodkor bilan bitta g'alabaga erishsak, Neftchini yutqizganini eshitsam, qanaqadir bir haligi g'alabani hissini tuyaydigan bir xursandchilik bor-ku, unchalik tatimasdi. Chunki bu yoqda Neftchi yutqizganini eshitib, odam bir boshqacha bo'lib ketardi. Kuchlar safini tark etgandan keyin buni ishonmaganman-da, nima deydi? Hazm qilish juda qiyin bo'lgan bu narsani.
qon almashuvi deydi, kadrlar almashuvi deydi. Shu kuchli o'yinchilar ketdi. Uni o'rniga qoplaydigan, uni o'rnini bosadigan futbolchilar yetishib chiqishi futbol akademiya, har bitta viloyatda futbol akademiyasi bor. O'sha Farg'onada ham futbol akademiya bilan Neftchini aloqasi uzilganligi deb o'ylayman. Juda katta sababi shu. 5 karra chempion bo'lgan, 2 karra O'zbekiston kubogi sohibi bo'lgan. Oralig'ida shunaqa uzilish bo'ldiki, uzilish shu Pro Ligaga tushib ketdi. Tuzilmalar yaxshi emasligi, baza eskirib ketgani, sharoit, maydonlar talab darajasida bo'lmaganligi hisobiga deb o'ylayman men o'zimcha Pro Ligaga tushib ketdi. Pro Liganing 2021-yilgi mavsum yakunlariga ko'ra Neftchi nihoyat Super Ligaga qaytdi. Avvaliga klub mavsumni Ilhom Mo'minjonov bilan boshladi, lekin mavsumning o'rtasida tojikistonlik murabbiy Vitaliy Levchenko jamoani qabul qilib oldi. Невчи вышел тогда только первый год с Пролиги в Суперлигу. Вот, команда была внизу турнирной таблицы, была из 14 команд, была 13-я. Поступил звонок приехать, поговорить с губернатором, уже был Хайрулла Хайбаевич. Вот. Мы с удовольствием откликнулись на это приложение, я приехал, мы с ним поговорили, вот, он обрисовал, что команда находится в сложном положении, вот, надо помочь вытащить ее, вот, и он свой выбор остановил на моей кандидатуре. Вот. Ну, мы договорились, что что от себя зависящее, да, все свои знания как бы применю, чтобы помочь клубу остаться в премьер-лиге. Вот. Мы пожали руки, и с этого началось сотрудничество. Понимали, что нам надо было улучшать, вот, и понимали, как нам выстраивать стратегию, дальше двигаться по турнирной таблице и как готовиться к играм. Поэтому я благодарен тогда был ребятам, которые были собраны там. Вот. Нам удалось их объединить. Ну и с каждой последующей игрой у нас приходила уверенность. Вот. И, естественно, это отражалось на результатах. Вот. Мы постепенно начали выбираться с нижней части таблицы. Вот. И даже закончили тот год мы на 9-м месте, то есть в середине турнирной таблицы. Mazkur murabbiy bilan Neftchi 2022-yilgi mavsumni 9-o'rinda tugatdi. 2023 hamda 2024-yillarda esa 5-o'rinni egalladi. Lekin asosiysi bu emasdi. Muhimi jamoa uzoq yillardan keyin yana yuqori o'rinlar uchun kurasha olishi mumkinligini namoyish etdi. Bu vaqtga kelib esa jamoadagi sharoitlar ham yaxshi tomonga o'zgara boshladi. 24-й год то же самое был такой не из простых, потому что уже болельщики хотели, уже болельщики требовали, чтобы команда боролась за чемпионство. Но желание болельщиков не всегда совпадало с возможностями клуба, потому что когда мы приняли команду, этой базы не было, где мы сейчас находимся. Вот здесь только были одни стены разрушены. Но благодаря нашему губернатору, который, во-первых, верил в команду, во-вторых, хотел развивать футбол в регионе, он сделал эту базу, построил поля, построил качественные условия сделал для команды, и уже в 2024 году команда заехала уже на эту базу и уже готовилась здесь. 2024 год мы тоже закончили на 5-м месте, вот. Но зная как бы болельщиков, зная историю клуба, да, они все равно хотели бороться за чемпионство, вот. Они как бы требовали и с тренерского штаба, чтобы команда боролась, и с команды требовали постоянно, да, чтобы она боролась за самые высокие места. Yana bir futbolni viloyatimizga qaytarishda harakatida bo'lib, strategiya ishlab chiqildi ko'p yillik, 3 yildan 5 yilgacha. O'sha bu yilgi o'sha rejamiz oxirgi yili edi. O'sha o'zimizni tizim orqali harakatlandik. Birinchi nimaga e'tibor berdik? Farg'ona shahar kirgilik mavzesida Neftchini qarorgohi bazasi bo'lgan. O'shuni tiklash, infratuzilmani, u yerda maydon sonini ko'paytirish, futbolchi uchun sharoit deyilganda uni oyligi yoki premialnisi yoki avtobusi tushunilmaydi. Bunda futbolchiga sharoit deganda futbolchi uchun nima kerak? Futbol qayerda o'ynaladi? Futbol maydonda o'ynaladi. Ularga sifatli o'sha
sug'orish tizimiga ega, projektor yozda salqinda yoki yumshoq polya, tekis polya deb tushuniladi. Shuning uchun biz infratuzilmadan shu rejamizni infratuzilmadan yaxshilashdan boshladik. Ya'niki shu maydon, baza, yashash turishi, ovqatlanishi, o'sha kasal bo'lganda, travma bo'lganda reabilitatsion sentrlar, doktorlar, shu med center boshqa shularga hammasiga urg'u berishdi. O'shandan boshladik. Nihoyat 2025-yilning boshi. Neftchi bu mavsumda o'z oldiga yuqori maqsadlarni qo'ydi. Gap faqat sovrinli o'rinlardan birini qo'lga kiritish haqida emasdi. Jamoa bir yo'la chempionlik borasida o'ylay boshladi. Buning uchun tarkibni tajribali va mahoratli o'yinchilar bilan kuchaytirish ham talab etilardi. Aslida bu boradagi harakatlar Neftchida 2025-yil emas, balki 2024-yilning ikkinchi yarmidanoq boshlangandi. Neftchiga o'sha Koreyada o'ynab yurdim o'tgan yilda. Yil oxirlarida o'sha Neftchidan taklif bo'lish boshladi. Mana shunaqa noyabr, dekabr oylarida. Lekin Koreyada 1 yil yana kontraktim bor edi. Lekin Neftchini o'sha oldiga qo'ygan maqsadlarini gaplashdim, o'sha mutasaddilar bilan, murabbiy bilan gaplashganimdan keyin yo'lda o'sha kontraktimni gaplashib, Koreyadagi komandam bilan Neftchiga o'tishga qaror qildim. Jamoaga kelganimdan, o'sha gaplashganimdan boshlab bildimki, что bu jamoa chempionlik uchun kurashadi. Chunki yig'ilgan o'yinchilar hammasi chempionlik uchun zadachani bajarish uchun kelgan o'yinchilar edi. Bizga taklif bilan chiqishganda oldilariga maqsad qo'yishganini aytishdi. Shu medal uchun, chempionlik uchun maqsadlarini biz eshitdik va o'zimiz ham buni xohlagan xohishimiz bor edi o'zimizni ham. Mana birinchi navbatda men shu jamoada yoshligimdan katta futbolga qadam qo'yganligim uchun o'ylanib o'tirmasdan men takliflarni qabul qildim. Bu yo'lga kelishimdan oldin viloyat hokimi bilan gaplashganman. Viloyat hokim maqsadlarini aytganlar. Men ham shu yaxshi niyatda, yaxshi maqsadda o'sha birinchi o'chirda shu chempionlikka kurashamiz deganlar uchun men kelganman. Селекционные моменты, они начались еще в процессе по ходу сезона, да, еще сезон 24 года не закончился, а уже начались вот эти вот процессы, потому что Йовича уже договорились, да, подписали, вот, с Марушичем уже была договоренность, подписали, там, Джокич, Искандеров, Болтабаев, был вот Фарук Сайфиев, то есть группа футболистов, с ними уже велись переговоры, да, и уже предварительные какие-то договоренности были достигнуты, что они перейдут в Невчи. Поэтому здесь набор имен футболистов не говорит, что ты обязательно станешь чемпионом. Здесь должна быть система, здесь должна быть организация, вот. Ну и естественно еще без удачи, куда без нее, да, и должна быть удача. Поэтому вот эти все компоненты, я думаю, они здесь объединились у нас, да, и у нас получилось выполнить те задачи, которые перед нами ставили. Mavsum boshlandi. Anchayin kuchaytirilgan tarkibdan turgan gapki barcha ijobiy natijalar kuta boshladi. Ammo dastlabki 3 turda jamoa bironta g'alabani muxlislarga taqdim eta olmadi. Birinchi turni Bunyodkorga qarshi safarda o'tkazgan jamoa 2-2 hisobidagi durang natija bilan ortga qaytdi. Shunda mavsumning o'z uyidagi ilk o'yinida 3 ochko qo'lga kiritilishiga muxlislar ishonishardi. Lekin Neftchining Istiqlol stadionidagi Qo'qon 1912 ga qarshi bahsida ham hisob ochilmadi. Keyingi uchrashuv esa Qarshi shahrida Nasafga qarshi kechish kerak edi. Tabiiyki, o'tgan mavsum chempionining uyida kechadigan kurash oson kechmasligini hamma bilardi. Farg'onaliklar Nasafga imkoniyatni boy berishmadi, biroq shu bilan birga g'alaba ham qozonishmadi. O'yin 0-0 hisobida yakun topdi. Turkiyada yaxshi tayyorlandik, o'yinlarga yaxshi tayyorlanib kelib, bilasiz, bizda fevral oyida ham maydon holati yaxshi bo'lmaydi. Chunki birinchi o'yinimiz Toshkentda bo'ldi. Bizda Toshkentda tayyorlanmoqchi bo'ldik, chunki Toshkentda qor ham yog'ib, chunki bizga maydon muammo bo'lib qoldi, to'g'risi. Loy polyada trenirovka qilishga majbur bo'ldik. Trenirovkalarimiz baribir trenirovka yaxshi bo'lmadi. Chunki передигровой ham trenirovka polya berish kerak, yomg'ir yog'ib borgan, даже
mana shu trenirovkada muammo bo'ldida bizda. Keyin bosim ikkinchi o'yinda masalan Qo'qon bilan necha o'ynaganmiz, yaxshigina sezildi, o'zimiz ham his qildik. Chunki bizga bitta yaxshi tarafi bo'ldi, muxlislarimiz dalda berdi. Nima deydi, necha bo'lsa ham baribir chempionlikka zadacha qo'yilgan jamoa bizni ruhimizni ko'tarishga harakat qilishdi. Borchaga ham yo'q, hali bu yilni boshi, endi ikkita o'yin o'tdi. Yaxshi o'ynaysizlar, davay, sizlarga ishonamiz deyishdi. Qarshida yomon o'ynamadik. Shu necha bo'lib qoldi, Qarshida ham ikki jamoa ham yaxshi o'ynadi. O'sha Namangan bilan o'yinga yaxshi tayyorlanib, Namangandan shu yutuqla boshladik. Mavsum boshida boshlanishi bilan 3 ta durang o'ynadik va uje bizga hech kim ishonmadi. Mavsum oxirida chempion bo'lishligimizga hech kim ishonmadi. Biz ichkarida ishondik, lekin tashqarida, misol uchun muxlislar ham, o'sha media ham, lekin biz ichkarida va rahbariyatimiz bizga ishondi va har doim kelib turib bizni qo'llab-quvvatladi. Shu holatda ham baribir oxirida chempion bo'lamiz deb bizga har doim ta'kidlab, bizga motivatsiya berdi. Va keyin shuni ta'kidlashim kerakki, sen sostav yig'sang chempion bo'lding degani emas. Misol uchun jamoalarga shunchalik ko'p vaqt ketadiki, 3-4 yillar ham vaqt ketib qoladi chempion bo'lish uchun. Xuddi shunaqa misol meni o'zimda karyeramda sodir bo'lgan. Lokomotivda misol uchun 4 yil harakat qilib, oxiri 2012-yildan 2016-yilda chempion bo'lgan. Bizda shunday sostav yig'ildi, o'shaning uchun yilni boshida baribir bir-birimizga qovushib ketishimiz kerak edi o'yinlarimiz, qovushib ketib, yilni oxirigacha ritmni ushlab olib, bir jamoa bo'lib, bir yoqadan bosh chiqarib, ko'rpani hamma har tomonga tortmasdan bir tomonga tortishni boshladik. Agar ko'rpani har tomonga tortsangiz, u yirtilib ketadi, o'rtasi ochilib qoladi, unda yopina olmaysiz. O'sha bir tomonga tortishni boshlaganimizdan keyin yutuqlar ham kelishni boshladi. Jamoa bir-biriga ko'nikdi, kollektiv shakllandi va oxirida chempionlikni qo'lga kiritdik. На сборах команда смотрелась очень прилично, очень мощно, очень так по-чемпионски, да, можно сказать. Вот. Были хорошие спарринги, были хорошие победы над хорошими командами. А когда начался чемпионат, то тут уже как бы каждая игра, вы сами понимаете, официальная игра, да, другое напряжение, другой настрой, другое как бы восприятие вот игровой ситуации, в которой ты оказался, да. Начало сезона, оно всегда для всех сложное. Почему? Потому что все команды как бы формируются, усиливаются, да. Вот, очень много новых футболистов появляется. И за короткий период сборов могут еще не все как бы понимать, да, в какую команду они пришли, какие задачи стоят и что от них конкретно требуется. Вот. И действительно мы первые 3 тура сыграли в ничью, вот, и посыпалось очень много критики. То есть собрали как бы таких футболистов, вот, а побед нет, выиграть не можете. Естественно, пошло очень большое давление такое со стороны болельщиков, там, со стороны прессы, да, везде все комментируют. Сейчас очень много, как бы, у каждого там блогера, да, свои каналы есть, и очень много информации, как бы, на тебя, к тебе стекается, и ты понимаешь, что, ну, если ты будешь на это все обращать внимание, то все равно будет страдать там тренировочный процесс, результат, вот, и ты от этого отходишь, то есть ты перед собой ставишь такой забор, что ты этого не читаешь, ты это не слышишь, но оно все равно как бы льется, доносится, вот. Это такая ситуация, когда ты или это все как бы переборол и делаешь свое дело и идешь к своей цели, или ты поддаешься на вот эти вот все моменты, на эти все провокации, да, и у тебя опускаются руки. То есть, ну, опять здесь, благодаря, я думаю, что вот внутренним отношениям, да, с футболистами, нам все-таки удалось как бы объединить их, удалось донести до них, что вот эта вот работа, которую мы как бы ведем, проводим, да, она все равно даст результат. Neftchi 4-turda o'z uyida Namanganning Navbahor jamoasini qabul qilish kerak edi. O'zaro o'yinlar vodiy jamoalari uchun qanchalik prinsipial ahamiyatga ega ekanligini ortiqcha tushuntirib o'tirishning hojati yo'q. Vodiy jamoalarining raqobati avvaldan bor edi, hozir ham davom etyapti va bundan keyin ham bo'ladi.
Ochig'i, shu raqobatning borligi ham chempionatimizning bezaklaridan hisoblanadi aslida. Paxtakor baribir Toshkentda emas-ku. Biz uncha nima qilmasdik. Da, o'yin nima bo'lardi? No, ko'proq o'sha vodiy. Chunki muxlislar nima bo'lsa ham o'shalarga yutqizmasak bo'ldi. O'sha Navbahor yo Andijonga. Endi bu derbi prinsipialniy bo'lardi. U payt albatta Navbahor ham o'ziga yarasha kuchga ega edi u paytlar ham. Shuning uchun bu endi qo'shnichilik derbi bo'lardi o'ziga yarasha, chunki muxlislar ham bir-biriga qarshi yaxshi tayyorgarlik ko'rardi. Men o'zim Neftchiga kelganimdan keyin bu narsani his qilib ko'rganman. Hamma vaqt qarama-qarshilik juda yuqori darajada bo'lgan. Haqiqiy raqobat maydonning ichida va maydon tashqarisida muxlislar bilan ham juda bir to'g'ri Paxtakor bilan El Clasico bo'lardi, lekin biz safarda borganimizda juda ko'p muxlis bo'lardi. Paxtakor bilan imенно Navbahor bilan xoh biz Farg'onada, xoh Namanganda o'ynasak ham ashaddiy muxlislar, o'sha namanganliklar ham kelib ajoyib muhitda yaratishib turishardi. Biz safarga borganimizga farg'onalik muxlislar borib, juda bir ajoyib atmosfera o'yingohda shu atmosferani aniqib turishardi, yaratib. Bunaqada lekin nima deydi, birorta futbolchini даже maydonga chiqib hali o'yin olmaslikka haqqi yo'q edi. Vodiyda futbolni juda ham yaxshi ko'rishadi. Buni o'zim guvohi bo'ldim. 3 yil Navbahorda o'ynadim. Meni 4-yili Farg'onada, Neftchida. Har doim derbilar o'zgacha bo'lgan. Andijon bilanmi, Navbahor bilanmi, Neftchi bilanmi. Mana bu yil Qo'qon qo'shildi. Qo'qon bilan ham o'zgacha bo'ladi. Juda ham qiziqarli bo'ladi. Maydonda ham, maydondan tashqari muxlislar ham. Men bundan juda ham xursandman shunaqa derbilarda o'ynaganimdan. Bu jamoa, ikkala jamoa o'ynasa, qanaqadir o'zidan o'zi odamga emotsiyalar, o'sha tayyorgarlik. O'zingiz tayyorlanmasangiz ham qanaqadir o'zi derbi nomi o'zi tayyorlab qo'yadi. Futbolchilarning faoliyati qiziq. Kecha u jamoada edi, bugun esa bu jamoada. Ertaga yana umuman boshqasiga ketishi mumkin. Maldini, Totti kabi faoliyatini boshidan oxiriga qadar bitta jamoada o'tkazadiganlarni hozirgi zamon futbolidan topib bo'lmaydi. Neftchi tarkibida ham avvalgi mavsumlarda namanganliklar safida o'tkazgan bir qator futbolchilar bor bo'lib, ular Navbahorga qarshi o'yinda ishtirok etishlari kerak edi. Vodiy derbilarida avvalgi safar u tomonda, endi esa bu tarafda turib o'yinda ishtirok etish tabiiyki bu futbolchilar uchun maydondan tashqaridagi ichki ruhiy kurashni ham anglatardi. Endi qanaqadir boshqacha baribir. Hatto 2 yil o'ynadik. Muxlislari qanaqadir joylarda yoqtirishdi, qanaqadir joylarda negativlar bo'ldi. Endi men qaysidir jamoada misol libosini kiydim. O'sha jamoa uchun jonimni beraman. Jamoa uchun o'ynayman. Endi to'g'ri qabul qilishadi deb o'ylayman. Endi baribir qanaqadir ozgina bo'lsa ham hayajon bo'ladi. 3 yil shu Namanganda bo'ldim, Navbahorda. U yoqda 3 yil chiroyli o'tdi menda. U yoqda qanaqadir sovrin yutish uchun bordim, nasib qilmagan ekan. To'g'risi, boshida juda ham qiyin bo'ldi. O'sha Navbahorda 3 yil harakat qilganman. Mana hozir Farg'ona Neftchiga kelib, shu Navbahorga qarshi o'ynash qanaqadir bir o'ylaysiz-ku, oldin mana 3 yil davomida o'sha yerda harakat qildim deb hamma narsani o'tkazgandan keyin bir qanaqadir o'ziga yarasha his-hayajon bo'ladi. Maydonda shunaqa payti ham bo'ldiki, oyoq qo'l bitta ikkita joylarda masalan o'zimga bo'ysunmadi. Maydonda ham masalan o'zimga o'zim masalan gapirishim mumkin. Jamshid sabratsiya qilgan. Bitta ikkita xato bo'ldi, davay deb shunaqa narsalar ham bo'ldi. Endi shu maydonda do'st yo'q deydi-ku, men Farg'onadaman, Neftchidaman, menga faqat yutuq kerak. Yutuq uchun o'ynab, harakat qilib yutdik. Maydondan tashqarida do'st bo'lib yuraveramiz.
kim bilan bo'lsa ham. Navbahorga qarshi o'yin kutilganidek shiddatli hamda voqealarga boy o'tdi. Ikki tomon ham ikki hissa kuch bilan harakatlanib, maydonda borlarini berishdi. Bunaqa darajadagi o'yinlarda boshqacha bo'lish mumkin emasdi. Bu safar ham Neftchi avval boshida muxlislarni xavotirga soldi. Uchrashuvning 30-daqiqasida Azam Ahmedov jarimadan bergan dahshatli zarbasi bilan mehmonlarni hisobda oldinga olib chiqdi va mezbonlar birinchi taymni boy berishdi. Azam Ahmedov tepdi va gol! Shoh asar ijro etildi Ahmedovdan. Pushka deb ataladi. Darvozabon to'g'ri tushuntiryapti. Men yoshligimda ham zo'r paytlarim ham bu zarbani qaytara olmasdim. To'g'ri tushunlaring degan ma'noda. Azam. 1-0 dan keyin, lekin o'yinimiz yaxshi qovushib turdi birinchi taymda. O'shaning uchun ichkarida bunaqa katta bir aqir-chaqir bo'lgani yo'q. Hamma shunday o'ynashda davom etamiz. Xudo xolisa ikkinchi taymda bizga kerakli natijani qo'lga kiritamiz degan o'y xayolda chiqdi. Ichkariga kirganimizdan keyin ham hech qanaqa nima deydi bir panika bo'lmadi. Hech kim bir urushib, janjal qilib, gap so'z bo'lgani yo'q. Hamma tinchlangan holda biz ham qo'limizdan keladi. Birgalikda chiqib, yana 45 minut bor. Harakat qilamiz, o'yinni yutamiz deb. Qanaqadir shu hammada ishonch bo'ldi. Birinchidan ham biz shu goldan keyin qanaqadir o'yinimiz yo'qolib qoldi o'sha. Viloyat rahbarimiz tushdi, o'zi bizga yaxshi gaplar bilan qanaqadir motivatsiya berib chiqib ketdi. Biz уже ikkinchi taymga boshqacha chiqdik. У соперника были футболисты, там, не обладающие скоростью, да. То есть нам нужна была скорость впереди. Вот, то, что мы дали во втором тайме. То есть мы на это то же самое обращаем внимание. Мы говорим, за счет чего можно обыграть эту команду. Там, за счет флангов, да, за счет индивидуальных действий. То есть мы все эти моменты мы нашим футболистам как бы говорим, доносим. А вот, другое дело, футболист может воспользоваться этой информацией, не может. Это уже индивидуально зависит от каждого футболиста. До этого 3 игры команда не выиграла. На команду оказывалось очень большое давление. Очень большое давление со всех сторон. Поэтому и футболисты уже понимали, что уже деваться некуда, отступать некуда. Надо выходить, показывать свой максимум и забирать 3 очка. Tanaffusdan keyin Neftchi tezkor golga ega bo'ldi. 48-daqiqada Bilolxon Toshmirzayev namanganliklar darvozasini ishg'ol etib, Neftchiga umid bergandi. U darvozabonning yaqin burchagidan to'pni o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Jalal bilan chiqyapti jamoa. Uzatma kirsa bo'ladi va uzatma to'p darvoza to'g'rida! Bilolmi? Biroq bu umid keyingi daqiqaning o'zida yana xavotir bilan almashdi. Chunki Toshmirzayevning golidan 1 daqiqa o'tar o'tmas Navbahor yana hisobda oldinga chiqdi. Ruslanbek Jiyanov maydon egalari darvozasiga to'p kiritdi. Neftchining golidan hech qancha vaqt o'tmay, Navbahor darhol javob bergan lahzalardagi ikki tomonning holatini tasavvur qilavering endi. 1 daqiqaning o'zida oyoqlar orasidan gol urib javob beryapti. Navbahor tez gol o'tkazdik, sirazu undan yana aniq bo'lib qoldi. Odam qanaqadir qo'rquvga tushadi. Baribir hali o'yinimiz o'xshamayapti. 3 ta turdan beri o'yinimiz o'xshamayapti. O'sha yosh katta futbolchilarimiz hammaga podдержка qilib, shu nimasida chiqib ketdi deb o'ylayman. Bir-biriga podдержка qilib. Emotsional kacheylar deydi, shunaqa holat. Bir ko'tarilib, bir tushib ketasiz. Bunaqa holatda qaytish juda ham qiyin. Shunaqa o'yinlarda, ayniqsa derbilarda, mana shunaqa holat bo'lsa, qaytish juda ham qiyin, lekin biz o'zimizda kuch topa oldik va yana hisobni tenglashtirib va oldinga chiqib olishni ham uddalaydik. Jiyanovning goli mehmonlarni qanchalik xursand qilmasin, bu ularning oxirgi gollari edi, ammo mezbonlarning emas. Qolgan daqiqalarda Neftchining serbiyalik hujumchisi Zoran Marushich katta sahnaga chiqdi. Jumladan, u 64-daqiqada Neftchining ikkinchi goliga mualliflik qildi. yorib tashlashdi hujumni do'stlar. Bu kombinatsiya deyiladi. Oradan 8 daqiqa o'tib esa uning o'zi mazkur bahsda ilk bora maydon egalarini hisobda oldinga olib chiqdi.
amalda bu kurashlarga boy o'tgan bahsga qo'yilgan so'nggi nuqta edi. Uchrashuvda hisob ochilgan vaqtda namanganlik muxlislar goldan va uning chiroyidan qanchalik quvongan bo'lsalar, o'yindagi so'nggi golda endi bayram farg'onaliklar tomonida edi. Zero Marushichning individual mahorat evaziga urgan goli Ahmedovning jarimadan bergan zarbasiga munosib javob bo'lgandi. Eng muhimi esa Neftchi mavsumdagi ilk g'alabasini eng prinsipial raqibiga qarshi o'yinda rasmiylashtirdi. Tugadi. Neftchi g'alaba qozondi. ...2001-yilgi mavsumda Neftchi oltin, Paxtakor kumush, Nasaf esa bronza medali sohibi bo'lgandi. Bu gal ham jadvalning yuqori uchligi xuddi shunday ko'rinish hosil qildi. 24 yil avvalgi mavsumda farg'onaliklar ikkala uchrashuvda ham poytaxt jamoasini yengishgandi. O'shanda Paxtakor mezbonlik qilgan dastlabki o'yinda Neftchi 2-1 hisobida zafar quchgan, Farg'onadagi javob uchrashuvida esa maydon egalari 4-1 hisobida muvaffaqiyatga erishgandi. Bu safar ham o'zaro uchrashuvlarda g'alaba qozongan jamoa 6 ta golni nishonladi, biroq 2001-yilgi mavsumdan farqli ravishda 2025-yil endi Paxtakor ikkita uchrashuvda Neftchi darvozasini 6 bora ishg'ol etdi. Umuman 2025-yilgi mavsumda aynan Paxtakorga qarshi bahslar Neftchi uchun eng murakkablariga aylandi. Ayniqsa birinchi davradagi Istiqlol stadionida kechgan o'yinni farg'onaliklar eslashni ham istashmaydi. Chunki Neftchi mavsum boshidagi bir qator omadsizliklardan keyin endigina qaddini rostlayotgan Paxtakordan javobsiz 4 ta gol o'tkazib yubordi. E'tiborli tomoni, mazkur gollarning barchasi birinchi taymda rasmiylashtirildi. Tanaffusdan keyin Neftchi futbolchilari vaziyatni o'nglash uchun har qancha harakat qilishmasin, buning uddasidan chiqa olishmadi. Neftchi o'zbek futboli klassikosida o'z uyida 0-4 hisobida mag'lubiyatga uchradi. 3 kun oldin Namanganda kubokda o'ynadik. Bizda juda charchoq ko'p edi. 90 minut o'ynadik. Shu o'ynagan bolalar 3 kundan keyin yana polega chiqdik. O'sha sostav. Bizda tayyorgarlik vaqti kam bo'ldi, charchoq alomati bo'ldi. Shu bois endi bizda charchoq bo'ldi. Ular ko'proq dam olgan. Shuning uchun biz poleda hech nima qila olmay qoldik. Paxtakor bilan o'yin, muxlislar to'lgan maydonda. Bu o'zbek klassikosi deyiladi. Bunaqa o'yinlar har doim olovli o'tgan. O'sha o'yinda birinchi imkoniyat bizda bo'ldi va o'shanga tegdi. Balkim o'sha golni urganimiz biz o'sha o'yinda yutib ketishimiz mumkin edi. Shunday bo'ldiki, 40-minutdan 45-minutgacha 3 ta gol bo'lyapti va jamoa vobshe tushib ketdi pastga. Shuni hisobiga o'sha tez 3 ta gol qo'yib yuborganimiz hisobiga bu o'yinda o'zimizga kela olmadik. Keyin kam xato qilgan jamoa yutadi. O'sha o'yinda biz ko'proq xato qildik va o'shaning uchun yirik hisobda yutqazdik. Men o'ylayman shu nastroyni juda ham ko'p qo'yardik. Jamoa bilan chiqamiz, kurashamiz, yutamiz. Faqat shu g'alabani o'ylab tushdik maydonga. Biz shoshib qoldik maydonda. Faqat ko'proq pressinglar qilib, biz o'zimiz orqada obronada ko'p bo'sh joylar qoldirib, o'shani evaziga ham yutqizdik deb o'ylayman. Muxlislarimiz ham juda ko'p xohladi yutishimizni. Muxlislar ham masalan qo'llab-quvvatladi, biz ham oldiga yuguraverdik, lekin Paxtakor bu narsalardan foydalanib ketdi. Paxtakor bizgacha ham yaxshi o'yin ko'rsatmagan bo'lsa, bizga kelib, masalan, ichida qanaqadir o'zgarishlar qildi, bizga qarshi o'zi boshqacha taktika qildi, o'shani evaziga ham yutib ketdi deb o'ylayman. Biz qanaqadir shu shok holatga tushib qoldik. Hech kim tushunmadi bu narsani. Nima bo'ldi deb hamma hayron. Для меня до сих пор это загадка, как это произошло. Потому что мы готовились к этой игре, очень серьезно готовились. Разбирали, анализировали. Это очень серьезный был удар. И в психологическом плане, лично для меня это было очень болезненно. Потому что ты понимаешь, что ты не можешь проигрывать такие игры с таким счетом.
у нас такой был настрой, как бы, чтобы показать свои все лучшие качества. Вот. И мы ребятам давали установку, чтобы там не играли там от обороны, да, что не отсиживались, там, не отбивались, а наоборот, играли уверенно, играли нагло, как говорят. Родные стены дома помогают, да, и все время играть в атаку. Но мы поплатились за счет этого. Почему? Потому что Пахтакор был организованный, вот, и очень организованный в этой игре, собранный был. И они все свои мячи забили практически в контратаках, когда мы раскрывались, когда мы бежали вперед. Вот, к сожалению, назад не всегда успевали возвращаться. Очень много я смотрел эту игру, смотрел, анализировал, разбирал ошибки, которые мы допустили. Да, они там были как индивидуальные, так и командные. Поэтому я после этой игры очень долго не мог отойти и прийти в себя. Очень долго. И постоянно как бы в разговоре с ребятами говорил, что так играть и допускать такие ошибки, тем более дома, при своих болельщиках, мы просто не имеем и не имели права. Поэтому она очень тяжело переживалась, эта игра. Вот, и я думаю, что она добавила еще очень много седых волос. Lekin shu mag'lubiyatdan keyin to birinchi davraning yakuniga qadar Neftchi hech kimga yutqazmadi. Jamoa 9 ta uchrashuv o'tkazgan bo'lsa, shundan 6 tasida g'alaba va qolgan 3 tasida durang natija qayd etdi. E'tiborli tomoni bu vaqt ichida duch kelgan raqiblari orasida medallar uchun kurashayotgan OKMK hamda Dinamo kabi jamoalar ham bor edi. Jumladan, Olmaliqdagi bahsda 2-2 hisobidagi durang natija qayd etilgan bo'lsa, Samarqand safaridan jamoa hatto 3 ochko bilan qaytishga erishdi. Shuningdek, Andijonda kechgan navbatdagi Vodiy derbisini ham Neftchi o'z foydasiga hal qildi. Bir tekisda kechmadi birinchi davra va o'sha birinchi davrani oxirida biz burilish nuqtamiz o'sha yerda bo'ldiki, biz taktikamizni murabbiy o'zgartirdi. 5-3-2 dan 5-2-3 ga o'tkazgani burilish nuqta bo'ldi. O'shandan keyin o'yinimiz ham ochilib ketib, bog'lamlar ko'rina boshladi, bir-birimizni tushuna boshladik. O'sha taktika bizga ma'qul keldi. Biz Mashalga kubokni yutqazib qo'ydik, alamli tarzda uyda. O'shandan keyin qo'llashni boshladi. Uydagi Buxoro bilan o'yindi. Buxoro bilan o'yinda oxirida, ya'ni o'yinni 5-3-2 da boshlab, o'yinda oxirida 5-2-3 ga o'tkazganimizdan keyin gol urdik. Yutib ketdik o'sha o'yinda. Undan keyin o'sha mana shu taktikani o'zgartirmasdan butun yil davomida tugatib qo'ydik. Birinchi guruh qoldirilgan o'yini bor edi bizda Samarqand Dinamo bilan. O'sha safarda o'ynadik. O'shandan juda ham xursand bo'ldim safarda yutib kelib, chunki biz o'sha qoldirilgan o'yinning evaziga biz yutib tepaga chiqib oldik. O'sha esda qolarli bo'ldi. Birinchi guruhning oxirgi 2-3 ta o'yini bizda katta burilish bo'ldi. Neftchi 15 ta o'yinda 30 ochko jamg'arib, birinchi davrani jadvalda 2-o'rin bilan yakunladi. Oldinda 3 ochko ko'proq to'plagan Qarshining Nasafi bor edi. Tabiiyki, jamoa a'zolari va farg'onalik muxlislar yana chempionlik haqida o'ylay boshlashdi. Biroq ikkinchi davra kutilmagan mag'lubiyat bilan start oldi. Jamoa 16-turda Bunyodkorni o'z uyida qabul qildi. Mazkur o'yinda esa g'alaba u yoqda tursin durang ham nasib etmadi. Dastlabki taym 0-0 hisobi bilan yakuniga yetganidan keyin ikkinchi bo'lim boshida mehmonlar Shrolerning goli bilan hisobni ochishdi. Aslida Shrolerning zarbasidan keyin darvozabon Botir Ali Ergashevning vaziyatni bartaraf etishi taxmin qilingandi, chunki zarba o qadar kuchli emas hamda Ergashev to'p kelayotgan yaqin burchakni allaqachon yopib bo'lgandi. Lekin hech kutilmaganda Botir Ali to'pni o'tkazib yubordi. Oradan 5 daqiqa o'tib, Tigerning bosh bilan berilgan zarbasi natijasida hisob tenglashdi. Oradan uzatilayotgan to'p, bu hisob tenglashmoqda 55-daqiqada. 50-daqiqada 0-1 Boyan Tiger, 55-daqiqada 1-1. Shundan keyin mezbonlar endi g'alaba goli haqida o'ylay boshlashgandi, ammo 87-daqiqada o'sha g'alaba golini mehmonlar urib ketishdi. Ushbu o'yin Neftchi uchun juda alamli edi. Boisi jamoa mavsumdagi eng yaxshi o'yinlardan birini o'tkazdi-yu, biroq yakunda durangga ham erisha olmadi. Menimcha eng alamli uchrashuv Bunyodkorga qarshi uydagi o'yin. Eng alamli, chunki biz eng yaxshi o'yinlarimizdan bittasini o'ynab mag'lub bo'lganimiz. Когда мы начали второй круг, мы проиграли тому же Буnyodkorу дома
ну, у меня, как у тренера, не было там претензий к футболистам, потому что по всем данным, по всей статистике мы как бы переигрывали эту команду. Вот. И получилось так, что вроде ты владеешь преимуществом, вроде ты как бы атакуешь и ждешь вот-вот, что сейчас собьем и выиграем, да, получается наоборот, то есть ты пропускаешь в конце игры, и у тебя даже не хватает времени отыграться. То есть вот такая ситуация, она тоже была, и ребята тоже как бы надламываются. И наша задача была вытащить их с этой как бы психологической ситуации, чтобы они поверили в себя. Taqvimga ko'ra, Bunyodkordan keyingi o'yinlar ham Neftchi uchun oson emasdi, lekin shunga qaramasdan klub ketma-ket 4 ta g'alabani rasmiylashtirdi. Mazkur uchrashuvlarning ikkitasi Vodiy derbisi maqomida bo'lib, biri Qo'qonda, ikkinchisi esa Namanganda o'tkazildi. Orada Neftchi eng asosiy raqobatchilardan biri, o'tgan mavsum chempioni Nasafni Istiqlol stadionida qabul qildi. Mavsumning eng muhim to'qnashuvlaridan birida Neftchi chinakam matonat ko'rsatdi. O'yin boshlanishidan oldin Nasafning 37 ochkosi bor edi. Neftchi esa 33 ochko to'plagandi. Demak, g'alaba farg'onaliklarni Nasafga maksimal tarzda yaqinlashtirar, lekin mag'lubiyat o'rtadagi farqni 7 ochkogacha kattalashtirib yuborardi. Bahsning 24-daqiqasida qanot himoyachisi Farruh Sayfiyevni qo'polligi uchun uchrashuv bosh hakami Ilgiz Tantashev maydondan chetlatdi. Qizil kartochka Farruh Sayfiyevga. Bir qarashda bu Nasaf uchun qo'l keladigandek edi, ammo 10 kishi bo'lib qolgan Neftchi Sayfiyevning chetlatilishidan 4 daqiqa o'tib, Jamshid Iskandarovning penaltidan bergan aniq zarbasi evaziga hisobni ochdi. Iskandarov, Ne'matov dueli, ruxsat berildi, zarba va gol! Bahs tugashiga 60 daqiqadan ortiq vaqt bor edi va tabiiyki bu vaqt ichida Nasaf vaziyatni o'zgartirish uchun hujumlarni kuchaytirdi. Lekin Neftchi o'yin yakuniga qadar g'alabali hisobni saqlab qoldi. Ushbu muvaffaqiyat qo'l uzatsa yetgudek darajada Nasafga yaqinlashib olish bilan birga o'zaro o'yinlardagi ustunlikni ham ta'minlab berdi. Tantashev qishdagi yangramoqda. 18-turning balki mavsumning eng muhim uchrashuvlaridan birida farg'onaliklar bir kishi kam bo'lib Nasaf ustidan g'alaba qozonmoqda. O'sha Nasaf bilan primoy raqibimiz bilan uydagi o'yinda bitta kam bo'lib turib g'alaba qozonganimiz eng esda qolarli va eng yoqimlisi. Sentyabr hamda oktyabr oylarida Neftchi Superliganing 6 ta o'yinida maydonga tushib 5 ta g'alabani qayd etdi. Faqatgina bitta uchrashuvda raqibiga imkoniyatni boy berdi. Bu ham bo'lsa safarda Paxtakorga qarshi bahsda. Noyabr oyining ilk kunlarida esa Superliganing 27-tur doirasida Surxonni o'z uyida 2-1 hisobi bilan mag'lubiyatga uchratgan Neftchi ochkolarni 60 taga yetkazib oldi. Aynan shu g'alaba Nasafdan 2 ochkoga ilgarilab ketgan holda jadvalda birinchi o'ringa ko'tarilib olishga sababchi bo'ldi. Bu yog'iga mavsum tugashiga 3 ta tur qolgan va barchasi farg'onaliklarning o'z qo'llarida edi. Lekin 28-turni Buxoroga qarshi o'tkazgan jamoa kutilmaganda ochko yo'qotdi. Elitadagi o'z o'rnini saqlab qolish uchun kurashayotganlar mavsum oxirida doimo xavfli raqibga aylanishadi. Buni yana bir bora isbotlagan Buxoro Neftchiga qarshi kechgan bahsda 1-1 hisobini qayd etdi. Biroq shunda ham barchasi Neftchining o'z qo'lida edi. Boisi Buxorodagi o'yindan bir kun keyin o'tkaziladigan Nasaf Mashal uchrashuvida mezbonlar g'alaba qozonishgan taqdirda ham Neftchi bilan Nasafning ochkolari tenglashar, o'zaro o'yinlardagi ustunlik esa Levchenko jamoasini birinchi o'rinda qolishini ta'minlab berardi. Ammo hozirgina aytib o'tilgandek, elitadagi o'rnini saqlab qolish uchun kurashayotgan jamoalar mavsum oxirida juda xavfli bo'lishadi. Xuddi Buxoro kabi Superligada qolish uchun harakat qilayotgan Mashal shov-shuvli tarzda Nasafni safarda mag'lubiyatga uchratdi. Mazkur natijadan keyin Superliganing 29-turdagi Neftchi Qizilqum bahsi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib qoldi. Ya'ni, agar farg'onaliklar o'z uylaridagi o'yinda 3 ochkoni qo'lga kiritadigan bo'lishsa, u holda qolgan uchrashuvlarning natijalari qanday bo'lishidan qat'iy nazar, chempionat tugashiga bir tur qolganida chempionlik masalasini hal etishardi. Bir qarashda taqdirning o'zi Neftchiga katta sovg'a tayyorlayotgandek edi. Hal qiluvchi bahs Farg'onada bo'lib o'tadi. Raqib esa mavsum uchun deyarli vazifalari qolmagan o'rtamiyona jamoalardan biri. 3 ochko qo'lga kiritilsa, 24 yillik sog'inchdan keyin navbatdagi chempionlikni safarda emas, balki o'z uyida minglab qadrdon muxlislari og'ushida tantana qilish mumkin. Tabiiyki, butun Farg'ona jamoa tarixidagi 6-chempionlikni munosib nishonlash maqsadida katta tayyorgarlik ko'ra boshladi.
Hatto shahardagi ehtimoliy bayramni chiroyli o'tkazishga mas'ul bo'lganlar o'yindan avval barchasi yuqori darajada amalga oshirilyapti. Ish qilib futbolchilar yutib berishsa bo'lgani deb yurganlarni o'z ko'zimiz bilan ham ko'rdik. O'z navbatida yuzaga kelgan mazkur vaziyat futbolchilar uchun kattagina bosimni ham keltirib chiqardi. Buning ustiga ayrim futbolchilarning sog'lig'i bilan muammolari ham bor edi. Bosim juda katta edi, chunki bizga уже bir hafta oldin boshlangan. Chunki muxlislar qaytga qarasangiz bilet muammo, unga gaplashsangiz, masalan, nima deydi? Futbol haqida naqa gap yo'q-da. Masalan, hamma kim ko'rsangiz ha chempionlar, hali masalan rasman bo'lmadi-ku. Lekin juda katta hayajon bo'ldi. Rost o'yindan oldin hayajon bor edi, lekin sudya shutga cholgandan keyin уже hamma yo'q esdan chiqdi. Hamma e'tibor o'yinda bo'ldi. To'g'risi, men o'zimdan oldin 4 marta chempion bo'lgan bo'lsam, O'zbekistonda bu 5-inchisi bo'ldi. Lekin bunchalik men hayajonlanmaganman. O'ynamasam hamda o'ynamadim bu o'yinda. O'sha qizil sababli, diskvalifikatsiya sababli o'ynamadim. Lekin bunchalik bosimni his qilmagandim, chunki buni butun faqat futbolchilar emas, butun shahar kutdi, butun xalq kutdi, Farg'ona xalqi kutdi bu natijani. Shuning uchun bosim oshib ketdi bizda. Men даже o'sha tepada turib o'ynamasam ham o'zimda shunchalik hayajonda, men tomirlarim tortishib qoldi oyog'imda. Hayajondan o'ynamasam ham hali o'yin boshlanmasdan avval. На каждой тренировке, на каждой теории, на каждом собрании я все время повторял одну и ту же фразу, что вот остался этот шаг, он самый трудный. То есть если вы сейчас поверите, что все уже, то есть вы выиграли чемпионат, очень сложно будет выходить и играть игру с Кызылкумом, потому что недонастрой вот этот вот, он может сказаться и сыграть в обратную сторону. Поэтому я с каждым вот своим словом говорил ребятам, что не делайте тех ошибок, которые делали там предыдущие команды, когда они уже посчитали, что они выиграли чемпионат, и у них этого не получалось. Вот тот же я приводил и НАСАФ, когда вроде они уже все вот-вот, и образно говоря, играя с нами, которые там внизу турнирной таблицы, они не могут обыграть и теряют чемпионство. Большое спасибо нашему медицинскому штабу, то, что сейчас вот этот вот вирус, какой-то грипп, да, и у нас по 3 человека, по 2 человека выпадало, и очень было тяжело. То есть определиться с составом очень было тяжело, насколько готовы люди. То есть в индивидуальных беседах, вот когда говоришь, когда такая игра, каждый там, вот он не тренируется 2 дня с температурой, он говорит, я выйду, я буду играть. Там, сколько там, тайм, 2 дадите, буду играть. Nihoyat o'sha kun keldi. 2025-yilning 22-noyabr sanasi. Farg'ona Istiqlol stadioni. Barchada quvonch va hayajon bilan birga oz bo'lsa-da xavotir ham bor edi. Bir necha kundan beri chempionlikni nishonlashga tayyorgarlik ko'rayotgan shahar Neftchining Qizilqumga qarshi bahsini sabrsizlik bilan kutayotgandi. Chindan ham bayramni tantana qilish uchun barchasi yuqori darajada shay qilingan. Bu yog'iga futbolchilar yutib berishsa bo'ldi va ular yutib berishdi ham. 3-daqiqada Alisher Odilov yuqoridan kelgan to'pni boshi bilan darvozaga aniq yo'llashga erishdi. Eng muhimi, tezkor gol evaziga Neftchi futbolchilari yelkanlaridagi bosimni olib tashlashga muvaffaq bo'lishdi. 77-raqamda o'ynayotgan Bilolxondan aytish mumkinki, to'yli kurros darajasidagi pas bo'ldi. 19-daqiqada Alisher Odilov dublga erishdi. Marushichning to'p uzatishidan keyin birga-bir chiqib borgan hujumchi olis burchakni nishonga oldi. Amalda bu gol xavotirlarni tarqatib yuborgandek bo'ldi. Natijada taymni to'liq ustunlikda o'tkazgan Neftchi 2-0 ko'rinishidagi ishonchli hisob bilan tanaffusga chiqib ketdi. Ikkinchi bo'limni ham mezbonlar hujumkorlikda boshlashgandi, biroq 60-daqiqada mehmonlar hujumchisi Shohruz Norxonov Neftchi darvozasini ishg'ol etdi. Bu gol farg'onaliklarni xavotirga solgani bor gap, biroq bahsni neytral muxlis sifatida tomosha qilayotganlar uchun esa vaziyat yanada qiziydigan bo'ldi. Lekin Norxonovning golidan 6 daqiqa o'tib maydon egalarining yetakchilaridan sanalgan Jamshid Iskandarov vaziyatni o'zgartirdi. Uning goli muxlislarni ham, jamoa a'zolarini ham ancha tinchlantirdi. Birinchi goldan keyin yechildi, iplar yechildi, ikkinchi goldan yana ham yengil bo'ldi. Keyin bir o'sha ko'chaga chiqib yana qaytib kelsak, o'sha
2-1dan yana o'sha напряжение ko'tarilishni boshladi, lekin o'sha jami 3-sini urgandan keyin bo'ldi, o'sha bu endi qo'ya olmaymiz deb ishonch hosil qildim. O'yin tugashiga 3 daqiqa vaqt qolganida Jamshid Iskandarov to'p uzatish borasida master klass ko'rsatdi. Uning bunaqa pasidan keyin darvozabonga qarshi 1-1 chiqib borgan Ibrohim Halil Yo'ldoshev gol ura olmasligi mumkin emasdi. Markaziy hujumchiga aylanib ketgan qanot futbolchisi uchrashuvga so'nggi nuqtani qo'ydi. Yo'ldoshevning golidan bir necha daqiqa o'tib bahsni boshqarib borgan hakam Timurbek To'xtasinov so'nggi bor hushtak chaldi. Bu esa Neftchi uyida yirik hisobda g'alaba qozongani bilan birga o'z tarixida 6-bor chempionlikka erishganini anglatardi. Shu lahzadayoq barcha stadionning o'zida orziqib kutilgan chempionlikni bayram qilishni boshlab yubordi. Keyinroq Neftchining 24 yillik tanaffusdan keyin erishilgan chempionligini nishonlashga stadionga sig'magan shaharning qolgan aholisi ham qo'shildi. Birinchi marta bo'lyapman, lekin bunaqa darajada his qilish ajoyib. Endi to'g'risi buni ta'sirlab bo'lmaydi, chunki atrof, muhit, endi chempionlikdan keyingi holat, endi biz shahar aylandik,
to'g'risi juda ham boshqa narsa. Очень приятно находиться здесь и стать частью истории этого клуба. Вот. И написать эту историю. Поэтому респект всем, кто до нас работал, старались прославлять этот клуб и завоевывали те трофеи и те награды, которые уже есть. Все делали одно дело, и я очень рад, что у нас получилось воплотить нашу мечту в реальности. Мы стали за один тур до конца чемпионата чемпионами. Ну, надо отдать должное болельщикам. В общем, болельщики у нас очень, как говорится, хорошие. Они, кстати, занимают тоже чемпионское звание, имеют первое место по посещаемости в республике. Больше них нигде столько не приходит народу, как тем более вчера посмотрели, сколько народу было. Вот. Я считаю, что болельщики и не только здесь, они и на выезд выезжают. Очень здорово помогают команде, очень здорово. Это надо отдать им должное. Quvonarli. Buni gap bilan gapirib bo'lmaydi baribir. Xursandchiligimiz. Ayniqsa muxlislar xursand. Nimaga? Chunki ular hamma narsa ko'rdi. 24 yil ichida nima narsalar ko'rmadi. Qiyinchilik ham ko'rdi, xursandchilik ham. Endi bu gal endi Neftchi haqiqatan chempion bo'ldi. Stadionlarimiz huvillab qolgan edi. Odamlar oxirgi payt konsert qilsangiz ham kelmay qo'ydi. Bir ko'ngilochar tadbir qilsangiz ham kelmay qo'ydi. Oddiy mana futbolga 2 kun oldin reklamasini chiqaryapmiz. Stadion mana eng kamida 2 yildan baqa eng kamida 10 ming odam keladi. 10 ming odam bu gapirishga oson, bu juda katta kontingent. Mana kuni kechagi o'yinda finalga teng chempionlik o'yinida stadionga sig'masligini inobatga olib ko'chalarga monitorlar qo'yildi, bayram bo'ldi. Farg'ona ahli sog'ingan, chempionlik mana qo'lga kiritdik, Xudoga shukr. Futbolni sog'ingan, yutuqlarni sog'ingan, gollarni sog'ingan. Eng qiyini chempionlikni mavqeini ushlab yurish bo'ladi. Buni biz shu futbol mutaxassislarimiz ham, futbolchilarimiz ham, trenerlarimiz ham, direktorlarimiz ham hammasini buni tushuntirishibdi. Shunday ekan, Xudo xolasa biz uyaltirib qo'ymaymiz bundan. Nosir Otaqo'ziyev to'g'ri aytdi. Futbolda chempionlikka erishishdan ko'ra uni himoya qilish qiyinroq degan gap bor. Aslida ham shunday. Futbol tarixida katta muvaffaqiyatga erishgan, keyin esa hammaning esidan chiqib, hatto yo'q bo'lib ketgan jamoalar uchrab turadi. Bunaqalar o'zimizda ham, jahon futbolida ham bor. To'g'ri, uzluksiz chempionlikni qo'lga kiritish imkonsiz. Shu bois muhimi raqobatbardosh bo'lish. Doimo kuchlilar qatorida tilga olinib, har mavsum chempionlik uchun kurashishga tayyor turish. Buning uchun esa tizimga, infratuzilmaga ega bo'lish zarur. Farg'onada bu narsa yo'qolgandi, ammo so'nggi yillarda qayta tiklandi. Tiklanganda ham zamonga moslashtirildi. Avvalambor farg'onalik futbol muxlislarini uzoq kutilgan katta g'alaba bilan men muborakbod etaman chin dildan. Lekin bizani Neftchining chempionligidan ham ko'ra biz uchun ahamiyatliroq bo'lgan boshqa masala bor bu yerda. Biz uchun infrastruktura, ya'ni infratuzilma o'ta muhim hisoblanadi. Misol uchun O'zbekiston futbolining tarixiga qarasangiz, shunchaki chiqib, qaysidir yili chempion bo'lib, yana bir necha yildan keyin yo'q bo'lib ketgan klublar ko'p bizda. Biz undan manfaatdor emasmiz. Shunchaki jamoa qilib, yaxshi pul berib, yaxshi futbolchilarni olib kelib, shu jamoani chempion qilib yo'q bo'lib ketish bu tarixda iz qoldirish ham hisoblanmaydi baribir. Biz uchun katta klub kerak. Katta, ya'ni hamma narsasi to'g'ri yo'lga qo'yilgan klub kerak. Biz 2020-yildan boshlab shu tendensiya asosida ishlashga o'tganmiz. Neftchini bizani xursand qilgan narsamiz, biz o'sha viloyat hokimi Hayli Hayitboyevich bilan ham juda ko'p muloqotda bo'lganmiz, boshqa qilganmiz. Oxirgi marta haqiqiy va'da, haqiqiy so'z qayerda bo'ldiki, Farg'onada o'tgan O'zbekiston Kubogi finalida. Ya'ni uchta viloyat hokimi kelib o'tirishdi, u yoqda bir yoq tomonda Navbahor, bir yoq tomonda Andijon. Menimcha, men o'ylaymanki, O'zbekiston tarixidagi, mustaqil O'zbekiston tarixidagi eng zo'r final bo'ldi Istiqlolda. Va o'sha paytda Xayrilla aka bilan endi gaplashib o'tiribmiz. Keyingi yili biza katta sahnada bo'lamiz deb ich-ichidan aytishdi bu narsa. Chunki bir tomondan to'g'ri ma'noda aytyapti, ikkinchi tomondan alam qilyapti. Chunki ikkita qo'shni viloyati jamoasi uni uyida finalda. Bizga kerak bunaqa narsa. Bizga juda yoqimli liga sifatida va kelishuv ham hamma narsa shunaqangi bo'ldiki, Neftchi
30 yillar davomida misol uchun normal bazasi bo'lmagan, bilasizlar. O'zi klubni qarorgohi deymiz biz. Neftchi bu yil klub bazasini, zamonaviy klub bazasini foydalanishga topshirdi. Necha yil deganda. Va necha yil deganda Neftchi futbol klubi o'z futbol akademiyasiga asos soldi. Keyin e'tibor bergan bo'lsanglar, o'tgan yili O'zbekistondagi Superliga stadionlariga gazoni infratuzilmasiga nisbatan taqidiy yondashuvlar bilan biz matbuot anjumani o'tkazganmiz. O'shanda tanqid ostiga olingan edi Farg'onadagi Istiqlol stadioni ham. Final o'tkazishimizdan oldin, chunki o'tgan yili qiyinchilikka duch kelgan edik-da. Yaxshi tomoni bundan Farg'onada yaxshi xulosa chiqarilganligi. Agar bu yil e'tibor bergan bo'lsangiz, eng yaxshi stadion menimcha Istiqlolda bo'ldi. Gazon nuqtai nazaridan ham, o'yinlarni o'tkazish nuqtai nazaridan ham, haqiqiy translyatsiyani ham ochadigan, jamoalarga ochiq futbol, yaxshi normal futbol o'ynash imkoniyatini beradigan ham stadion Farg'onada bo'ldi. Ya'ni bu demoqchi bo'lganim, ham stadion, ham baza, ham akademiya poydevori bo'ldi. Faqatda futbolchilar keldi, sabr bilan, matonat bilan infratuzilmani qurib erishilganligi uchun ham men tabriklamoqchiman Neftchi futbol klubini. Bu haqiqiy ish. Shunchaki asosiy tarkibi o'zigagina pultiga bitta chempion bo'lib qo'yish emas. Bu tom ma'noda infratuzilmani rivojlantirish uchun tashlangan qadam, juda ham mardonavor qadam. Bu oson bo'ladigan ish emas. Neftchi shu ishni qanaqadir 2-3 yil ichida amalga oshirdi. Bu o'z-o'zidan bo'lib qolgan. 2-3 yil ichida shunga kelib, 2025-yil tom ma'noda ular uchun ataldi deyishimiz mumkin. Eng katta ish qilinganlardan bittasi deb men bemalol og'zimni to'ldirib aytaman. Ko'p yillik orzuyimiz, meni o'zimni shaxsan futbolchi sifatida juda katta o'sha meni o'zimni orzuyim bor edi. Shu Neftchi professional futbol klubi o'z akademiyasiga ega bo'lishi. Mana shu hokimimizga rahmat. Shu odam kelib Neftchi futbol akademiyasi bo'lishi kerak, bo'lmasa mana shunaqa qiyinchiliklar bo'ladi. Chempion bo'larmiz, ikkinchi o'rinda qolarmiz, boshqa bo'larmiz, liga chempionga. Lekin bu alohida. Lekin menga eng katta ish shu Neftchi futbol akademiyasi tashkil topilgani katta xursandchilik deb ayta olaman bemalol. Chunki bu sir emas, butun hamma futbol mutaxassislari boshqasi biladi. Vodiydan juda ko'p iqtidorli bolalar chiqqan, undan oldin ham, hozir ham chiqyapti. Ko'p hozirgi yoshlarimiz ham Toshkentda, Bunyodkorda, Paxtakorda, Lokomotivda, Nasafda, boshqa Mashalda, boshqa akademiyalarda tahsil olyapti, o'sha jamoalarga, o'sha akademiyalarga ketyapti. Bu normal holat. Chunki ag'da musobaqa ko'p, sharoit yaxshi, infratuzilmasi yaxshi, trenerlari chet eldan, hamma narsa shu zamonaviy texnikalarga bilan jihozlangan holatda ota-ona hammasi ham o'sha yaxshi o'g'lim yaxshi sharoitda shug'ullansin, yaxshi sharoitda yaxshi futbolchi bo'lib yetishib chiqsin, tezroq futbolchi bo'lsin degan maqsadda o'sha ota-onalar o'sha yaxshi akademiyalarga olib ketib turdi shu paytgacha. Mana Neftchi futbol akademiyasi bu yil tashkil topdi. Bu yildan уже saralashni boshlaganmiz. Bizda ham 7 ta guruh bo'ladi. 9 yoshdan 17 yoshgacha biz o'sha bolalarni qamrab olish rejamizda bor. Nizomlari shakllangan, guvohnomasi chiqqan. Уже mana Ukrainadan biz o'sha direktorni, mutaxassisni, futbol mutaxassisini taklif qildik. Viloyat hokimimiz o'zlari gaplashishdi, kelishdi, shartnoma ham tuzdik. Hozirgi kunda, mana shu hozirgi kunda o'sha seleksiya jarayonlari, o'sha guruhlarni shakllantirish bo'yicha seleksiyalar ishlari olib borilyapti. O'qish haqiqiy o'sha ochilishi, o'qishlari shu yanvardan rejalashtirilyapti. 7 ta sinf bo'ladi. 20 ta, 22 tadan iqtidorli bolalar o'qiydi. Hatto shu 150 kishiga moslangan yotoqxona, oshxona, reabilitatsion sentr, zal, o'quv sinflari hammasi o'sha akademiya qanaqa bo'lishi kerak degan eng yaxshi mutaxassislardan so'rab o'sha bolalar bo'lganligi uchun 9 yosh ham hali bola hisoblanadi. Bola faqat futbol bilan bog'lanib qolmasligi uchun eng yaxshi mutaxassislardan so'raganmiz. U futboldan tashqari, o'qishdan tashqari oralig'ida игровой sentr deydi. Игровой sentrgacha mana shu viloyat hokimimiz bosh o'zlari qilib berishdi. O'sha PlayStation'i bormi, haligi futbol o'ynaydigani bormi, shaxmati bormi, basseyni hammasi bor. Undan tashqari o'sha infratuzilmada maydonga keladigan bo'lsak, 6 ta umumiy maydonlar soni 6 ta maydon bo'lyapti. O'sha bitta 5 gektarlik joyda. Birinchi maydonimiz
standart bo'ldi, sun'iy bo'lib yopiq bo'ladi, naduvnoy deyishadi. Shu mana milliy markazimizda bo'ldi. Xuddi shu yozda salqin, qishda issiq. Hozir shartnomasini tuzdik, u yo'zi kelyapti. Uni zakazini qildik. Bundan tashqari xuddi shunday bitta maydon, tabiiy maydonlik, o'sha standart maydon nima qildik, projektorli, tagidan shu sug'orish tizimlari avtomatim chiqadigan 300 kishilik tribuna. Shu bundan tashqari 60 ga 90 yana bitta tabiiy mashg'ulotlar maydoni, ikkita 20 ga 40 futbol maydoni qildik. Bittasi qumli, bittasi sun'iy, uni ham usti yopiq. Bundan tashqari yana bitta sun'iy, u ham 60 ga 90. Hammasi o'tirib 6 ta bitta futbol akademiyaga 6 ta maydon, ikkita standart, ikkita nostandart va ikkita 60 ga 20 ga 40 maydon, hammasini usti yopiq. O'sha muxlislar o'tiradigan skameykalar bilan, projektorlar bilan, sug'orish tizimlari bilan qilinyapti. Bundan tashqari binoda futbolchilar yotoqxonasida, binosida shu pastida shu podval qismi deymiz. Podval qismida trenajyorniy zal, basseyn, Wi-Fi bor, televizor bor. Har bitta shu yoshda 3 kishidan ham qilmadik. Ataylab shu futbolchilar qanaqa, asosiy futbolchilar qanaqa yotadigan bo'lsa, qanaqa sharoitda bo'ladigan bo'lsa, 2 kishidan qilib, katta xona qilib, dars xonasini ham, stol, partalarni ham ichkariga olib kirib joylashtirdikki, hech qanaqa bir kamchilik bo'lmasin o'sha bolalarda. Tezroq shu men ham shu Neftchi nima yesa, Neftchi qayerda yotsa, men ham shu akalarimga o'xshagan sharoitda yotyapman. Tezroq men o'sha chiqay-yu, elitga chiqay degan intilish bo'lsin deb turib biz kamchilik qilib ko'rsatib qo'ymadikki, bolalarimizga ham Neftchi asosiy sostavidan kam bo'lmagan sharoitda yashashadi, shug'ullanishadi. Bu hammasiga turtki bo'lgan avvalambor shu muhtaram prezidentimizni sportga, ya'niki shu futbolga berilayotgan e'tiborlari, futbolni sevib tomosha qilganlari, o'sha maydonni o'zida, stadionni o'ziga kelib qo'llab-quvvatlab turgani bu milliy terma jamoamizga ham, olimpiya terma jamoamizlarga ham, undan tashqari bizning yoshlarimiz, futbolchilar, mutaxassislar bu narsani ko'rib turishib, his qilishdi. Shuning uchun ham futbolga kirib keladigan yosh, iqtidorli shu xohlovchilarning oqimi o'zidan o'zi oshib ketdi. Bu o'sha hozir boshida aytganimdek, shu muhtaram prezidentimizning futbolga bergan e'tiborlari tomon deb o'ylayman. Futbol ishqibozi uchun jamoaning muvaffaqiyatga erishishi juda muhim. 2025-yilda esa Neftchi o'z muxlislariga chempionlikni taqdim etdi. Ammo futbol mutaxassislari uchun chempionlikdan ham ko'ra tizimning mavjudligi ahamiyatliroq ekanligini o'zingiz ko'rdingiz. Zero aynan zamonaviy infratuzilma bugungi g'alaba tarixga aylanib yo'q bo'lib ketmasdan ertaga yana bardavom bo'lishi uchun, o'sha muxlislarning kelajakda ham quvonib yurishlari uchun xizmat qiladi. Neftchi 2025-yil chempionlikdan tashqari bu borada ham oldinga katta qadam tashladi. Bunaqa infratuzilmaga ega bo'lgan klubning muxlislari bugungi chempionlar ertaga shunchaki afsonalarga aylanib qolishlaridan xavotir olmasalar ham bo'ladi. Boisi tizim ishga tushdi. Demakki, Neftchi yana barqaror, kuchli va katta klubga aylandi.